alaykum, bizni qadrli obunachilarimiz. Direktimizdan kelib turgan kulerlar bo'yicha savollarimiz ko'payib qopti. Bugun kulerlarimiz haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Bo'lmasam boshladik. Birinchi modelimiz Artel brendidan 3996 modeli bo'lib, bunga yangicha quloqlar chiqarib qo'ydik. O'zida blokirovka DT funksiyalari ham mavjud. Pastki qismida adnorazliklarimiz uchun joylari ham mavjud. Xo'p, bunimizni narxini hozirgi kunda 1,290 ming so'm qilib belgiladik. Ikkinchi modelimiz ham Artel brendidan bo'lib, bunimiz 1638 modeli bo'ladi. Bunda ham xuddi funksionalni foydalanishi birinchi ko'rsatib o'tganimiz bilan bir xil bo'ladi. Bunimizning narxini 2,95 ming so'm qilib belgiladik. Xo'p, uchinchi modelimiz 1745 modeli, bu ham Artel brendidan funksionalni qolganlari bilan bir xil bo'ladi va bularda hammasida blokirovka DT funksiyalari mavjud. Xo'p, bunimizning narxini 2,95 ming qilib belgiladik. Hop, premium segment xohlovchilarimiz uchun bunda tepadan qo'yilmaydi, tagida nasosli bo'ladi. Suv bachogi pastiga joylashadi, ko'rib turganlaringdek. Mana yerda nasosi ham mavjud. Hop, bunimizning narxini 2,400 ming so'm qilib belgiladik. Keyingi modelimiz Avalon brendidan 1889 modeli bo'lib, bunda ham tag nasosli bo'ladi, suv bachogi tagiga joylashadi. Bunda tepa qismlari ham knopchli variantda chiqadi. Xo'p, bunimiz narxini 2,590 ming so'm qilib belgiladik. Kimga shunaqangi bizga brendlarimizga tegishli mahsulotlar kerak bo'lsa, xudo xolasa chiroyli narxlarda yetkazdirib beramiz.